Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, issiqxona ishqibozlari, pomidor sohasida ishlayotgan dehqonlar. Mana 2 sotixli issiqxonamizda pomidor ekkan edim. Pomidorimiz sorti Runner. Mozaika kasalligi tushib ketdi pomidorimizga. Mana hozirgi holati ikkinchi kesib gullayapti. Mana o'sha nuqtalar shunaqa jingalak bo'lib harakatdan to'xtatib qo'yarkan bu mozaika virusi. Mana shu mozaika ekan. Agar nomlar aytishi uchun mozaika. Bunga qilmagan dori qolmadi. Sut, borniy kislota, yod. 3-4 kunda sepordim, baribir yozilgani yo'q. Bir foydasini bilmadim. Yod, sut, zardob shunaqa narsalar qildik, baribir yozilmayapti. Endi YouTube'da Oltiorollik Baxtiyor akani videosini ko'rdim. Mozaikaga davo topildi degandek. Oltinga o't sepib ko'ramiz. Natijasini keyingi videolarda yana qo'yib beraman. Mana hozir nari chekkadan oltinga o't changitishni boshladim. Shu nuqtasiga. Qani qanchalik effekt beradi, natija beradi, bunga qarab Xudo xolasa ko'ramiz.